Cabo Verde'ning darvozasini qo'riqlagan yigit 40 yoshli yigit. 40 yoshli Vazinye. O'sha Vazinye ularning tilidan o'zbekchaga tarjima qilinsa buvijon bo'lar ekan. Bilasizmi nimaga? Nimaga? Bolaligida, mahallada juda ko'pchilik buni xafa qilar ekan, urar ekan, maktabdan kelayotganda ota-onasi bilan emas, ko'proq buvisi, bobosi bilan yashar ekan, o'shalarga borib arz qilar ekan. Birinchi bo'lib yugurib borib buvisiga, "Buvi meni palonchi urdi" deb. O'shaning uchun bunga laqab qo'yishgan ekan, Buvijon deb. Ana o'sha Buvijon afsuski hozirgacha yetib kelishmadi. Buvim bilan bobom bu kunni ko'rishganda rosa xursand bo'lishardi deganda, yana bitta tarafi shu Vazinye onasini jahon chempionatiga olib kelgani pul topa olmabdi. 25 yoshda birinchi professional kontraktini imzolagan ekan. Endi o'sha joyda Ispaniyaning o'yinini tahlil qilsak, Yamal, Nico Williamslarni hali formaga kirgani yo'q, jarohatdan keyin tuzalgani yo'q deb trener zaxirada o'tira qolsin, bular siz ham yutamiz degdi, o'xshamadi. Maydonga tushirdi ham o'xshamadi. Qo'shimchasiga birinchi taymda o'sha eslasangiz Torres juda yaqin masofadan 5 metrdan to'pni darvoza to'siniga sharaqlatib tepganda o'sha o'zim aytadigan gap esga tushdi. Bu masofadan bunday joydan to'p ura olmaslikning o'zi bir mahorat deb. Nima dedingiz?